Kairos International Hospital'ning ijtimoiy loyihasi doirasida Ijtimoiy himoya milliy agentligi hamkorligida tashkil etilgan Mehr kunduzgi parvarish xizmati markazi o'z faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirib kelmoqda. Markazda qulay va zamonaviy sharoitlar yaratilgan, yorug' va keng xonalar, dam olish maskanlari, sog'lomlashtirish mashg'ulotlari uchun maxsus jihozlar, tibbiy nazorat va parvarish xonalariga ega. Tajribali shifokorlar, parvarishchi xodimlar, ijtimoiy mutaxassislar har bir tashrifchiga alohida e'tibor bilan yondashadi. Bu markazimiz ertalab soat 9 dan kechqurun soat 5 gacha ishlaydi. Bu yerga keladigan insonlar qo'l oyog'i harakatlari cheklangan insonlar kelishadi. Ertalab shofyorlarimiz bor, mashinada olib kelishadi, olib borib qo'yishadi uylariga. Ertalab kelgandan keyin bularni haroratini o'lchaymiz, qon bosimlarini o'lchab olamiz, kutib olamiz.